qimmatli, foydali ma'lumotlarni shunday tekinga, просто так tekinga o'rgatib beryapman. Qaranglar, Cobalt mexanika korobkani oldimizga olib keldilar. Chek yonib qo'ygan, unisiga e'tibor bermaysizlar. Zaslonka orqasiga assoba klapani stikkerini so'rib qo'yishgan, mandan oldin qilingan ishga o'shanga achibga yonib turibdi. Bunda asosiy holat 4 pakalining metan ustunovkada, mana benzinda turibdi. Benzinda polikkacha gaz bossangiz, mana xuddi ограничение nasi bor, avtomat korobkaga programma yozgan deb qo'ygan, mexanikalik. Gazda ham xuddi shunday. Gazga olamiz. Gazda ham xuddi shunday. Akamiz bu narsalarni, mana shu narsani yo'qotish uchun motorlargacha o'tishgan, undan tashqari mana svitchalar qo'yishgan, mapdatchik qo'yishgan, kompyuter miyasini qo'yishgan. Gaz miyasini qo'yishgan, buni qo'yishgan. Men programma qilganman o'zi asli unga, u programmani olib tashishgan. Bular juda ham ko'p ish qilingan. Buni Allohning izni bilan aybini 1 minutda topib berdik. Aybi nimada deydigan bo'lsalaring, aybi oddiygina mana shu datchik sababli bo'lgan. Hozir mana eskisini qo'yib turib, sizlarga ko'rsatgan bo'lsam, hozir endi boshqa datchik. Endi buni qo'yib ko'rib, datchikni qo'yib ko'rib, aybini topgan joyim yo'q. Buni o'zi diagnostikani yaxshi tushunayotgan odam bo'lsa, parametrlarga qarab bitta aybini topiladi. Hop. Kollektorlar yechilgan, motor kirishkalarni yechib, seplarni, metkalari qurilgan, lekin natija bo'lmagan. Hozir endi sizlarga qimmatli, foydali ma'lumotlarni shunday tekinga, просто так tekinga o'rgatib beryapman. Nima qildik? Chekka e'tibor bermaysizlar, chekkani achib so'rgan unga. Endi Hali gazni bitta bosh qo'yib yuboraman. Shu narsa uchun men endi o'zimni zo'r ustada bilmayman. Alloh menga izn berdi. Mana shu narsani alhamdulillah bitta aybini topdik. Endi akamizni o'zlari bilan mana hangamasi bilan eshitib ko'ramiz, akamiz nima deylar. 2 kun mana shu narsaga, 2 kun mana shu sarson bo'ldim shu narsani to'g'rilash uchun. Meni topolmaganlar shu xonada. Keyin bugunga nasib qilgan aka. Bugun hal qildik. Aka o'zingizni mana bir tushuntirib bering. Yo, nima bo'lgani, nima bo'lgani. 2 kun sarson bo'lib, ana kollektorlarni yechdim, miyalarni qo'ydim, bari topolmadim. Mana bugun bitta ashibka bo'yicha 100 kilometrdan vaqtini ayting, qancha vaqtda tuzatib berdim. Qancha vaqtda topib 10 minutdan bo'lmadi-ku. Malades, rahmat mo'min. Akalar, shunaqa xizmatlar bo'yicha pastga nomerlar telefon qilasizlar. Endi avvalo Alloh izn bersagina aybini topamiz, demasa biz ham ozlik qilib qolishimiz mumkin. Lekin ancha vaqt qiynagan narsani juda ham bir pasda topib berib, sizlarga ham aybini nimadanligigacha aytib berdim. Sir qilib yashirishim mumkin edi o'zi. Charchamanglar, sog' bo'linglar.